работа ГИБДД по Московскому району. Так. ОГВД, УМВД по Невскому району. Hammaga salom, uzr kechirasizlar. Bir musofir bo'lamiz. 4 og'imiz telefon qildi hozir. Tanishimiz problemasi bo'lib chiqdi. Uy kvartirasiga yashaydigan joyga po registratsiya masalasi qilib kelib, pasport pravolarini olib qo'yibdi. Ishingni sudga oshiramiz deb adilga aytib, отпечатка olib qo'yib beribdi. Buning sababi nimada? U Gazelda ishlaydi. 1 oy oldin bo'lgan voqea, vodvorga kirgan, Gazellarni bilasizlar, ko'na hammasi. Eshik ochilib ketgani, случайно bir Amoda degan kitayskiy mashinani urib o'rgan, orqa krilosi, o'sha benzobak krishka, задний fara nima bo'lgan, поцарапанный bo'lgan, pachoq bo'lgan ozgina. Yarim soat kutib turgan, hech kim chiqmagan, mashinada telefon nomeri ham bo'lmagan, qo'ng'iroq qilolmagan, uyga ketib o'rgan. Uyga ketgandan keyin mashinaning egasi bir qiz bola ekan. U tanish militsiyalardan tanishi bor ekan. Uni ustidan заявление yozib, mestada mashinani urib qochib ketdi deb polni yozib berib o'rgan. Hozir ish sudga oshirilishi mumkin. Sudga oshsa lekin qiyin bo'ladi. Место ДТПdan qochib ketdingiz. Birinchi угрожает вам что? Birinchi очередda лишение прав, водительское удостоверениеңizni lishat qiladi 1,5 yilgacha. Ikkinchidan patent bilan ishlasangiz, грубое narушениеga kiradi, siz deport qilishi ham mumkin. Shu uchun ish sudgacha bormasligi kerak. Menga qo'ng'iroq qildi. Bugun vaqtimiz bor. Xudo xolasa borib shu masalani yechishga harakat qilamiz. Shu uchun ozgina e'tiborli bo'linglar. Agar shunaqa vaziyatga tushib qolsalaringiz, hech qachon qochib ketmanglar. 911 ga qo'ng'iroq qilinglar. 911 ga qo'ng'iroq qilib, DTPni fiksировать qilasizlar. Undan keyin uyning egasi chiqmagan taqdirda ham gai kelgandan keyin оформление qilib, telefon orqali saytdan ularning nomerini topib telefon qilishadi. Shu uchun musofirdagilar, akalar, ukalar, opalar, singillar ehtiyot bo'lamiz. Bunaqa vaziyatlarga tushmaslikka harakat qilamiz. Bugun boramiz, endi qo'ldan kelgancha o'zimizning yordamimizni, ko'magimizni dariq tutmaymiz bu bola uchun, chunki o'zimizdan. Shu uchun hammalaringizga maslahatim, qonunni buzmaslikka harakat qiling, iloji boricha ko'proq o'qing. Shuncha o'chiradigan ega. Ana shunaqa gaplar, og'aynilar. Ana keldik. Gaga 200 ming so'mni yana oldilar. Delalarni yopdik. Poterpevshiga berdik-da endi. Iloji yo'q boshqa. Ayla mashina qirilgan joy, bitta krilocha aylanish. Bitta krilocha uchun 200 ming so'm to'ladik. Mana ko'rsataman yana kriloni. Endi podozreniya qilmasin, pulni olgan o'zi orqasidan biz kuzatommiz, tuda-suda deb aytmasin dedim. Haylo krilochasi ozgina. Prosta buni aybi avariya joyini tark etganda. Bu qiz keyin yozib bergan. Aylana krilochani ko'ryapsizlar mana. Ana krilocha ozgina pachaq bo'lgan joyi bor. Qayerdigina pachaq bo'lgan mana krilo. Tamom. Ana shu narsa uchun 200 ming rubl pul to'ladik. Shu uchun azizlar, qadrdonlar, mana Peterga taksi urayotgan gazelchi, bachalar, jo'ralar, akalar, ukalar ketmanglar. Qirdizlarmi avariya, sразу 911 ga telefon qilasizlar. DTP fiksировать qilinadi. Fiksировать qilingandan keyin 911 ga DTP fiksировать qilinadi. Fiksировать qilingandan keyin gayni kutasizlar 4 soat, 5 soat ishni yig'ishtiring, vaqtni yig'ishtiring. Hech qachon DTP vaqtini tark etib ketmang. Ayniqsa kim o'zini pravasi bilan shofirlik orqali pul topadigan yigitlar, qizlar shu narsani e'tiborga olinglar. Ketmanglar. Hech kim qochmasin. Qochib qaracha ham ketamiz. Buzoqni yugurgani samoxonagacha, o'g'rini qochgani qamoqxonagacha deydi. Shu uchun ana ozgina qirilgan joy uchun jo'ramiz mashinamni ro'yla ketyapti, o'zini ko'rsatmayman. 200 ming so'm berdik. Shuncha mehnat qilgan pulimizni nima qilamiz endi? Shu uchun ozgina ehtiyot bo'lamiz. Hammalaringizni Alloh asrasin.